sahnada Qoraqalpog'iston qishloq xo'jalik va agrotexnologiyalari institutining AgroLife jamoasi. Marhamat, ko'ramiz. 3-shart shun yulduz qidirib teatrga borgan AgroLife jamoasi. Voy, qop qorong'u ekan, ha? Men ko'ryapsam? Ha, teatr qorong'u bo'ladimi shunaqa? Qorong'u deydi, yorug'-ku. Qo'rqib ketyapman-da lekin. Qo'rqma, Sen qo'rqsang ana tuyaqushga o'xshab boshingni tiqib olasan yerga. Qo'rqma. O'zim gaplashaman. Kim bu? Men qo'ramanmi? Desdemona! Ramal chaqana! Qani ramalcha! Aka, zarur bo'lsa menda vlajniy salfetka bor aka. Sen kim bo'lasan? Talabaman. O'pdi. Sen qo'rqmayapsanmi? Qo'rqyapman, boshim tiqoladigan joy topa olmayapman u. Xo'sh, nimaga keldilaring? Biz qibizishamiz. Ha. 3-shartda Zvezda bilan o'ynaydigan bir shartimiz bor edi. O'shanga chiqib berasizmi deb so'ramoqchi edikda. Nima? Kimsan Sayfiddin Meliyev qivizi o'ynaydimi? Pulingizni beramiz. Ha, gonoraringizni beramiz. Kimsan Sayfiddin Meliyev qivizi o'ynaydi. Ha, aytdim pullar yeshatdim. Bo'ldi, qatma. Xo'sh, qancha to'laysan? Lekin u pulimiz siz o'ylaganda ko'p emas, kamroqda. Ha, $200. Ha. 200. Yo'q. Ha. Axir men o'ylagandan ham ko'proq bu. Rozimisiz unda? Roziman qiviziga chiqishga. Zo'r bo'ldi. Yaxshi. Menga qara. Menda bitta zo'r g'oya bor. Xo'sh, Anchadan beri teatrda Titanikni sahnalashtirmoqchi bo'lib yurgan edim. Sen rozi bo'lasan, men esa Jek bo'laman. aka. Bu yerda musiqa, svetlar, biz esa katta Titanik karabliga o'tirib, okean uzra suzib boramiz. Kutilmaganda. Aka. U kim bo'ladi shunda? Men kema cho'kkandan keyin tiriklar bormi deb kelsam maylimi? Bo'ladi. Xo'p, shunaqa qiling. Biz esa to'g'ri ketaveramiz. Bir mahal kutilmaganda qarshimizdan nima chiqadi? Bilmadim. Muzlab qolgan muzlikka borib, Titanik urilib, sharaq etib cho'kishni boshlaymiz. Aka, shu Titanikni o'ynamay qo'yaylik, aka. Nimaga? O'ynar ekanmiz Titanikni. Mana men tayyorman, men rasmni chiza qoling. Menga qara. Suv parisiga o'xshab ketyapsan, men chiza olmayman. Shuning uchun rassomga bora qolgan. Yaxshisi, men qassob bo'laman. Qassob? Ha, sen esa qo'y bo'lasan. Qani? Anchadan beri qo'y chavag'lamay yurganidan. Voy. Sayfiddin, yaxshimisan? Yaxshimisiz? Repetitsiya qilyapsizlarmi? Albatta, repetitsiya qilyapmiz. Aka, kim bu? Teatrimiz direktori. Sayfiddin aka. Sayfiddin aka, meni o'g'lim uxlamayapti-da. Shuni siz yupatib uxlatib berasizmi? Allah. Endi o'g'lim butun umr uxlamaydi. Menga qaranglar. Yana menda bir g'oya keldi. Men jin bo'laman. Jin? Ha, jin. Ana jin. Amringizga muntazirman. Tilagingizni. Siz aka ko'pincha jinga emas, junga o'xshayapsiz aka. Nima degani?
obrazdan chiqarib yubording. Yana obrazga qaytib kirishim kerakman. Ha. Tilagingizni. Ha, tilak. Tilakmi? Ha, tilak. Ha, xuddi Jin aka. Ha, Jinnivoy aka. Biz Toshkentga mashina bilan keldik-da. Kelguncha radarga tushib keldik. Endi qaysi radarlarning hammasini olib tashlang, men bilan qaytaylik. Radarga tushmaslikning iloji bormi? Niyatingiz ijobat bo'ldi. Xo'sh. Poyezdda ketasizlar. Ye. Bu qo'ldan kelmadi. Boshqa tilak. Boshqa. Jin aka. Tilagingni. Amringizga muntazirman. Shundoq katta kishi deb tursa zo'r ekan-a? Meni Luiza Rasulovaga o'xshatib qo'ying. Ana. O'zgarmadi-yu. Ovozimga nima bo'ldi? Ovozimni demadim men. Ana. Nega qaranglar, jonimga tegib ketdilar. Hazlashdim. Men qimizga chiqmay qolaman. Ha, nimaga? Yo'q. Chunki sen bilan chiqishga orqalaman. Nimaga? Bo'yini qara, men oldimda yo'q bo'lib ketyapsan. Shuning uchun sal semirib, gavdaliroq bo'lganda yaxshiroq bo'lardi. Men semirishga dori olganman men. 8 millionga dori olganman, semiraman deb. Hozir 1 oy bo'ldi yuribman. 800 gramga semirdim mana. O ahmoq. O'sha 8 millionni cho'ntagingga solib yurganingda 1,5 kiloga og'irroq bo'larding. Ha. Menga qaranglar. Bo'lmasam, bundoq qilamiz. Hozir o'ylab niyat qildim. Baribir qiviziga bir chiqib risk qilib qo'lay. Ha, qivizi chiqadi. Ko'ringlar. Chiqing. Hozir qiviz qachon bo'ladi? Qivizi 21-chizloda. Administratorimga telefon qildingmi? Ha, administratorga telefon qilganmiz. Bo'sh ekanmanmi? Telefon qilganmiz. 25, 26, 27, 28 bo'sh ekansiz. 4 kun bo'shmanmi? 4 yil bo'sh ekansiz aka. Hurmatli mana shu yerda o'tirgan mehmonlarimiz, avvalambor assalomu alaykum. To'g'risini aytadigan bo'lsam, hozir mana 4 yil deyishda, 10 yil bo'sh yurdim, sahnaga chiqmay. Bular orqali mana bahona bo'lib, katta sahnaga chiqdim, chunki anchadan beri sahnaga chiqmasdan, rol o'ynamasdan yurgan ekanmiz. Avvalambor mana shu qo'rqoqli yigitlarimizga, mehmonlarimizga rahmat deyman va ularga omad tilab qolaman. Chunki o'zim ham bugun mazza qildim. Hammanglarga rahmat. Ko'rishguncha. Rahmat. Sizlar bilan birga bo'lgan rejissyor va aktyor Sayfiddin Meliyev. Rahmat, hurmatli muxlislar. Rostini aytsam, ustoz uzr. Rostini aytsam, men qivizini mana bugun sahnada turgan mana AgroLife jamoasi yoki meni bugungi so'nggi qivizda o'ynashim bo'lishi mumkin. Sababi men o'tgan yili chempion bo'lgandan keyin bo'ldi qivizni faoliyatini yig'ishtiraman degan paytimda o'g'limning bitta gapi bilan dada shu yil ham qivizga chiqing degan gapi bilan mana qivizda o'ynayapman. Men o'yladim chorak finaldan qaytib ketaman deb o'yladim. Yo'q, mana ustozlarimizning, sizdek aziz muxlislarimizning qarsaklari orqasidan mana shu joyga mana finalgacha yetib keldik. Men uchun oilamni, yaqinlarimni, ustozlarimni, sizdek aziz muxlislarimizning mehri muhim. Rostini aytsam, oralaringizda meni o'g'lim o'tiribdi. Ha, shu joyda mening. O'g'lim, mana dadang eng oxirgi marta qivizda. Meni shu darajaga yetkazishimga sababchi bo'lgan, baqa qilib, baqa qilgan
ustozlarim, sizdek aziz muxlislarim, rahmat sizlarga. Hurmatli muxlislar va hurmatli hakamlar. Shu bilan Agro Life jamoasining sarguzashtlari o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan oxirgi marotaba Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar institutining Agro Life jamoasi bo'ldi. Agrolife jamoasiga rejissyor va aktyor Sayfiddin Meliyevga guldiroz qarsakiylar.